Kichik shahzoda Bookstore'dan qizlarim uchun olgan kitoblarim hadyasini mega raspakovkasi. Juda ham sifatli va foydali kitoblar bo'lgani uchun sizlarga ham ilinishni xohladim. Har bitta kichkintoy mijoz uchun o'z ismini yozib, ichiga jinsiga mos bo'lgan hadyani qo'shib berishar-ekan. Ism yozilgan kartochka orqali keyingi safar chegirmada kitoblar xarid qila olasiz. Birinchi kitobimiz orqali farzandingiz o'z emotsiyasini yana ham ko'proq chiqarib bera oladi. Turli xil mitti hayvonlarni ko'zlari berkitilgan va pikibo so'zi yordamida kitob akoshkasini tushirasiz. Kitob betlari juda ham qalin va mustahkam qilib ishlangan. Yoshligimizda Cinderella nomli kino va multfilmni juda ham ko'p ko'rganmiz. Mana sizga farzandingiz uchun televizorsiz ertaknamo muhiti yaratib berish imkoniyati. Kitobda har bir sahifa mukammal tarzda ishlangan. Bola qiynalib qolmasligi uchun asosiy fokus rasmlarga qaratilgan. Bexosdan kitobga biror nima surkalib ketsa ham artist ketadi. Kitob betlari juda ham qalin va mustahkam. Keyingi kitobimiz ham har bir bolajon uchun juda ham qiziqarli. Kitob akoshkalari katta qilib ishlangan. Har bir ona hayvon akoshka ichida berkinib olgan farzandini pikibo so'zi yordamida topadi. Bitta relsga barcha kitoblar sig'magani uchun davomini keyingi relsda ko'rishingiz mumkin.